Opajon, yigitim bilan urushib qoldim. 2 kundan beri meni arazlab yuribdi, siqilib ketdim, nima qilay? Qarang, sizga zo'r gap. Men erim bilan to'ydan oldin gaplashib yurganimda urushardi edi. 1 soatdan keyin telefon qilardilar. Qayerdasan derdilar. O'qishdaman. Qachon tugaydi? 1:20 da tugaydi. 1:30da men seni har doimgidek joyda kutaman. Borib aylanib, ovqatlanib kelamiz derdilar. Bo'ldi. Telefonni taqib qo'yardilar. Yigitingiz shunaqa qilmayotgan bo'lsa, kechqurun uyingizga gullar, shokoladlar, klubnika в shokoladelar jo'natmayotgan bo'lsa, agar boyroq bo'lsa, iPhone 16lar, tilla uzuvlar, tillalar kelmayotgan bo'lsa, bunaqa yigitni chop boring. O'zingiz aytib turibsiz, yigitim deb. Siz toy bolani yaxshi ko'rasiz, mujik emas. Mujik bunaqa arazlab yurmaydi, kunlab, oylab, yillab. Mujik srazi harakat qiladi. Sevsa srazi harakat qiladi, xafa qilmaydi, hamma erkaligini ko'taradi.